Yurtimizda aholi turmush farovonligini ta'minlash, ayniqsa ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini takomillashtirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu maqsadda amalga oshirilayotgan yirik loyihalarda jamoatchilik fikrini inobatga olish ham katta ahamiyat kasb etadi. Andijon shahrida jamoatchilik eshituvi tashkil etilib, Osiyo taraqqiyot bank vakillari ishtirokida suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlarini takomillashtirishga qaratilgan istiqbolli loyiha muhokama markazida bo'ldi. Jamoatchilik eshituvida sohada faoliyat yuritayotgan mutasaddilar, mutaxassislar, shuningdek, iste'molchilar ishtirok etib, loyihaning mazmun-mohiyati yuzasidan atroflicha fikr almashdilar. Hozirgi vaqtdagi aholiga masalan vaqtincha kirishni taqiqlaydi, cheklaydi yoki devori buziladi, boshqa bo'ladi. Ayniqsa aholining kundalik hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan suv ta'minotidagi muammolar, kanalizatsiya tizimidagi mavjud kamchiliklar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar o'rtaga tashlandi. 9 oy aro bo'sh. Lekin bu axlatxon o'tib qoldi-da, o'tib ketayotgan. Sigaretini ham tashlaydi. Yeyotgan zvachkasini qog'ozini ham tashlaydi. Buni bir nazorat qilib, tozalab turib, yilgan bitamda bir tashkilotning bo'yniga yuklash kerak. Muloqot davomida ishtirokchilar tomonidan bildirilgan fikr va takliflar asosida loyihani yanada takomillashtirish, uni amaliyotga samarali joriy etish uchun zarur bo'lgan o'zgarishlar va bu boradagi zarur chora-tadbirlar belgilab olindi. Osiyo taraqqiyot banki ishtirokida iqlim sharoitiga moslashgan ichimlik suv ta'minoti hamda kanalizatsiya xizmatlarini ko'rsatish sohasini yaxshilash bo'yicha loyihalash ishlari olib borilmoqda. Loyihani amalga oshirish natijasida Andijon shahrida yashovchi qo'shimcha 50 ming nafar aholini qo'shimcha qamrab olish hamda 160 mingdan ortiq aholini kanalizatsiya ta'minotini yaxshilashga xizmat ko'rsatadi. Jamoatchilik eshituvlari orqali aholi fikrini inobatga olish va ochiqlikni ta'minlash barqaror rivojlanishning muhim omilidir. Bunda tevarak atrofga, atmosfera va o'simlik dunyosiga zarar yetkazmaslik, aholi salomatligini muhofaza qilishga ham alohida e'tibor qaratildi. Andijonda bo'lib o'tgan mazkur tadbir ham suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini yanada yaxshilash, aholi uchun qulay va zamonaviy infratuzilmani shakllantirish yo'lida muhim qadam bo'ldi. Ruxsora Tojiddinova, Ma'rufjon Kimsanov, Ovoz informatsion dasturi uchun Andijondan.